Xudoning borligini qanday qilib obyektiv isbotlaysiz? Men ham olimman. Menga aniq faktlar va haqiqatlar kerak. Shunda men 100% ishonaman, hatto pulimni tikaman deb ayta olaman. Chunki hozircha bu da'voni qilish uchun yetarli empirik, ya'ni tajribaviy dalillar yo'q. Gravitatsiya borligini bilasizmi? Uning dalil nima? Ilmiy dalilmi? Albatta, men boshqa narsani qabul qilmayman. Siz aytgan empirik dalil bu biz ko'rgan, kuzatgan narsadir. Biz gravitatsiyani ko'rdikmi? Tatib ko'rdikmi? Hidladikmi? Qo'limiz bilan ushlab ko'rdikmi? Biz gravitatsiyani 5 hissiyotimiz bilan to'g'ridan-to'g'ri seza olmaymiz. Biz faqat uning ta'sirini ko'ramiz. Masalan, narsalar yerga tushadi, Oy yer atrofida aylanadi. Demak, gravitatsiya kuzatuv orqali to'g'ridan-to'g'ri isbotlanadigan narsa emas. Siz faqat ta'sirini ko'rib xulosa qilasiz va aytasizki, bu ta'sir uchun sabab bo'lishi kerak. Demak, tortish kuchi bor, lekin uni nima tortayotganini ko'ra olmaysiz. Graviton degan zarra haqida gapiramiz, lekin uni hali hech kim isbotlamagan. Shuning uchun gravitatsiya haqida to'liq empirik dalil yo'q. Bizning prinsipimiz ham shunday. Biz yaratuvchining ta'sirini ko'ramiz. Bir sabab bor va bu yaratuvchi, u boshlovchi, narsalarni birlashtiruvchi zarur mavjudlikdir. Agar siz gravitatsiyani ta'sir orqali qabul qilsangiz, unda yaratuvchini ham shunday qabul qilishingiz kerak. Men gravitatsiyani ko'rmagan bo'lsam ham ta'sirini ko'rib ishonaman. Siz ham izchil bo'ling va ayting, hamma narsa bir zarur mavjudlikning ta'siri orqali yaratilgan va o'zgartirilgandir.